Azizlar, bu joy Toj Mahal emas. Bu joy islom dunyosida Makka va Madinadan keyin musulmonlar uchun eng katta ziyoratgoh bo'ladi. Hozir mana shu mo'jizaviy joyni sizlarga ko'rsatamiz. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Do'stlar, bu yerga birinchi marta kelishimiz, to'g'risi o'ylamagandik bunaqa darajada mo'jizaviy dargoh bo'lib ketishini. Xudo xolasa yaqin kunlarda prezidentimiz mana shu yerga tashrif buyurib, ochib beradilar va barcha musulmon ahli uchun eng katta ziyoratgohlardan biriga aylanadi. To'g'risi hozir bu yerdagi emotsiyamni shunchaki so'zlar bilan yetkazib berishim qiyin bo'lyapti. Haqiqatan ham Samarqandimiz yer yuzining sayqali hisoblanadi.